ko'p riskli bo'ling. Kosmetologiya sohasi hozir trenddagi ayollar uchun eng ideal kasblardan bittasi hamda daromadli kasb. Hozirgi kunda kosmetologlar juda ham ko'payib ketdi. Har qadamda kosmetolog o'qigan, o'qimagan, bilgan, bilmagan, med obrazovaniyasi bor yoki yo'q. Xalq orasida shunaqa gaplar juda ham ko'p. Men juda ham xursandman bundan. Nima uchun deysizmi? Men chet elda tahsil olganligim uchun chet elda juda ham rivojlangan davlat. Estetika jihatidan juda ham kuchli chet ellar. Konkurensiya bor joyda albatta rivojlanish bo'ladi. Men bundan xursandman. Biz ham rivojlangan davlatlar qatoridamiz. Kosmetologlar har bir ayollar uchun kerakli shaxs. Ayollarimiz go'zal va yosh bo'lish uchun albatta biz kosmetologlar kerak bo'lamiz.